Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hürmetli qarindoshlar, bu bizniki o'tgan yil boshlatgan ko'ngil suhbatlarining 4-chisi. Endi mana shuningdagi mavzuda bola tarbiyasida muhitning ta'siri debmiz. Shuningda endi bu ya tabliğ emas, ya leksiya emas, bir xil endi suhbatda Müşahiye kelgan qarindoshlarning bola tarbiyasida yaxshi tajribalari bo'lsa, beshni o'tkazganlari bo'lsa, misha so'zlab bersa, hamma el foydalanamiz. Shunga men mikrofonni olib jiq gapib o'tirolmayman. 15-20 minut ben gap qilsam, uning qarindoshlarim ayda fikr o'rtoqlikka kelib, ayda o'zaro bisbisini foydalanaydi degan asosda menda qildik hamda. Bu yerdagi o'tirganning hammasi so'z qilsa bo'ldi qarindoshlarim. Endi muhit bola tarbiyasida muhitga ta'sir etmez. Yani muhit degan muhim narsa ekan. Muhit degan nima ekan desam, muhitni hayot va faoliyat elib berilayotgan sharoitlar deyotgan. Shunda tunishtirgan. Yani Arabchada atrofingdagining hammasi muhit deyotgan. Sen uchrashganning hammasi muhit deyotgan. Endi bu muhit birinchi uy, maktab, jamiyat, hozir to'r dunyosi qo'shildi endi. 4 tane narsa bor-da. Bu 4 tane narsaninki mushu 4ni biz shuni qanday taqobil tura olamiz endi, qanday durust ilib bora olamiz. Endi tarbiya mutaxassislari deydi ekan, bir bolaning, bir buvoqning o'xshash bo'lmagan oilada tug'ilishi, o'xshash bo'lmagan ijtimoiy muhitda cho'ng bo'lishi, uningki ruhida, jismoniy dunyosida o'xshash bo'lmagan farqlarni yaratadi. Bu dal Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bundan 1400 yil burun aytgan ekan. Kullu mawludun yuladu ala fitra fa abawahu yuhawidani aw yunajjisani aw yumajjisani degan nima. Har qanday bola islomga, ya'ni islomni qabul qilgan holdagi fitratga, peştide şunda tug'iladi, uni ota-onasi Yahudi qilyotdi, Hristiyan qilyotdi, Majusi qilyotdi. Biz hozirgi zamonda uni nurg'unni qo'sha olamiz. Masalan, ota-onasi taqvo qiladi, yoki fosiq qiladi, yoki nima qiladi endi shu muhit endi. Endi shunda muhitda 4 tane narsaga biz 4 tane narsa ekan biz uchrashadigan hozir. Oila, jamiyat, maktab va to'r dunyosi. Endi mushu oila kuchli bo'lsa, ishni yengil bo'lgan. Hozir masalan, mushu to'r dunyosiga buningdan balani qochib olmaydi. Buni bular bu pandemiya davrida balo texnik o'gityapti endi buningdan, endi o'shuningdan foydalanishni. Endi albatta uningdan foydalanadigan taraflar bor, sizlar bilasizlar. Uning ziyonli tarafini intancha tushunaman. Uningdan qanday qo'g'dinimiz? Ashuni qanday qo'g'dinimiz? Uningdan jamiyatda endi bu bolalar maktabga bordi, keladi, insonlar uchrashadi, yolg'iz yashayib bo'lmaydi endi. Har xil bolalar uchrashadi, har xil bolalar saboqdosh bo'ldi. Endi buningda jamiyatda shunday buzilgan insonlarni chiqandi. O'tgan biz Zaytinburunda o'tirib qarindoshlar bilan bir narsani angladikda, masalan, maxsus o'sha Uyg'ur bolalarni tamakichi kishi ugasi $100 birtgan, ugasi $100 olgan. Narkotikka, ya'ni nimaga aqtamakiga ugasi $500 olgan, ashunda ishlab borgan deydi. Hatto bir balni tutib olib, tapanchini tanglab turib, qo'rqitib turib, ukol soldirayotgan, shunda o'gitib qolgan deydi. Endi bu inshaalloh shunda yo'qdi. Bunda gapdi, inshaalloh shunda yo'qdi. Biz shunda ishlardan xabardor bo'lib qolishimiz kerak-da. Shunda bir ishlar bor ekan, bolalarimizni qanday qilib muhofazat qilamiz debdi. Şuna bunda balalarning aralashgan do'stlarini cho'qib bilishimiz kerak ekan. Balalarni bularni oqshomliqda, bunda adam mangmayotgan ko'chalardan, adam mangmayotgan yerlardan bular mangmasligi. Demak, ish qilib, shunday bir xatar bor, insonlarning orasida shunday bir insonlik ziyon yetkazgan insonlar borda, uni qo'g'dashga tirishish kerak ekan. Onun maktabga bak ishlab ketmaydi yani. Maktabga berib biz endi maktabga berdim balamni, maktabni balamni olim qiladi, tarbiyalayapti, adam qiladi. Maktabga hech kim qilib bermaydi. Ilm berdi bersa, ilmni joyida bersa. Endi Turkiyaning maktablarini tabii AK Parti o'zininki fikr ideologiyasi kirgizib bo'lmoqli. Asasen CHP. Balalarımızın fikri her xil bo'lib kelyapti, har xil savolni so'raydi. Ba'zi bizning ya nomus qilib, ya qo'rqib so'ramaydi shu savollarni.
Muşunda bir vaqtdan bizniki endi aile eğer çın bo'lmasa, aile çın bo'lmasa, to'r dunyosi taqobil tug'ilmaydi. Aile çın bo'lmasa, maktabga taqobil tug'ilmaydi. Maktabda bolaning fikrini o'zgartirib o'tishgan. Masalan, bizning sabit aqidamiz to'g'ri shu bilan paydo qilgan narsani paydo qilgan. Onun uchun mushu aralashgan jamiyatda buzilib ketmaslikka yana bizniki mushu ailedeki ağan nesli şunu taqobil turadi. Mesela biz vatandikini o'ylab boqaylik. Vatanda biz hammamiz nurg'unlarimiz hukumatni aşı kommunist qilgan otizm maktabida o'qidik shunday. Men bu aşı tuluqsizni o'qigan, Qur'onni yodlashtirgan, tuluqsizni o'qigan. U chaqda hammalarning ailesi o yerda bir qimmat qarash, aqida noit mustahkam qimmat qarash shunday yaxshi. Mushu dinsizlar ulama Xitoyga hammadanning nafrati bor. Bunda bo'lganlik uchun biz aşı ata-anamızın ve ata-anamız bilen billa çoğla, buva, çoğla bilen billa o'sganligimiz uchun uydagi qurgan nayt mahkam bo'lgan. Onun degan jamiyatimiz palarning balasi bunda qilib yurtiya mava deb qo'ydi yomon bir ish qilsa. Ham shuning bilan numus qilibmi kishilardan hayo qilibmi masalan jamiyatda hayat qilgan ishlar bor. Shu ikkidaning kuchli narsadan Xitoyniki kommunistlashtirish narsiga taqobil turib kelaylik bizcha endi. Taqobil turib kelib, u chaqda oilaning kuchligidan deb o'ylayman. Oila kuchli. Endi chet elga chiqqan ekan, chet elga chiqib bu bizningki nurg'un bolalar bu mo'sini ko'may cho'ng'uloqlar. Bizning chet elga chiqqanda oqqarini jiq taqdamay nurg'un hayotda nurg'un tajribani ololmay kelaylik. 40 yoshdan o'tgandan keyin biz nurg'un narsani tushunaylikda bu çoğunlar bilen çoğun kısa balını çoğunlar olsa muşu bir aile kurgan, akide kurganı, ahlak kurganını abdan kuruşumuz için, ballarını müstehkem kılışımız için bizge nayet yaşıken diyen nesini yettik emdi. Hem de hazır hem muşu 3 tane hatar, torunun hatırı, cemiyetin hatırı, mektebin hatırı yemişten ki birinci aşı nimesi en asasımış aile kuruluşu, ailede terbiyeni balalarga singdirishni nimani qanday singdiramiz? Mushu ailaga markazlashgan. Endi tamam. Ailani biz qanday yetishtiramiz endi? Qanday yetishtiramiz? Masalan, mushu bala, har qanday bala 3 yosh bilan 4 yosh orasida o'zini isbotlashga tirishadigan. Masalan, o'zining cho'ng ishlarni qilib boqdi masalan, bir ishlarni qilib boqdi, ishlarni qilg'izdi, dadasini doğraydi. Dadasi agar ajoyib dadasi quldan Qur'on tushmaydigan, quldan kitob tushmaydigan, quldan misvak tushmaydigan bunda bir adam bo'lsa, ashuni tutib boqdi, dadasini tutgan Qur'onni tutib boqdi, dadasini tutgan kitobni tutib boqdi. Agar dadasi tamaki chekadigan yoki boshqa bir narsa ichadigan bo'lsa, aynan dadam qanday ekan deb og'ziga aytib boqdi endi. Demak, mushu bala 3 yosh, 4 yoshdan o'zini isbotlashga tirishadigan shu chog'da biz shu balaga ishonch beralik, o'ziga ishonch berib qilib boqqin, uni qilib boqqin, yaxshi ishlarga yetakab ayna qila olsak, mushu muvaffaqiyatning chin cho'ng'ilganligi muvaffaqiyatning 85% aşı kichigidagi biz shunga yo'l qo'ygan mushu desteklab, aşını yardım qilgan o'zimizningki shu dastikidan bo'lgan o'z güvendetgan atrofda o'ziga bo'lgan ishonchisi, o'ziga bo'lgan ishonchisi har qanday muvaffaqiyatning 85%ni egallaydi ekanda. Endi biz shu o'zimizni bolalarni yetishtirib, endi qanday yetishtiramiz? Jek kitob o'qish kerak ekan. Hatto Turkiyada yaxshi kitoblar yozilgan bolalarimizni shu xatarlardan qanday qutqizamiz debcha. Masalan, Xadija Kubra Tungar degan bir ayol var ekan, Bağramayan Anılar deb. Aşı kitib bilan bu ayol mashhurlab ketaylikda Bağramayan Anılar debcha. Bolalarga vaqirashninki muhabbatni yiroqlashtirishdan, bolani o'zidan yiroqlashtirishdan boshqa hech kimga foydasi yo'q ekanligini, mehr, muhabbat orqali hammani hal qilib bo'lganligini so'zlaykan. Alishan Qapaqli Qaya degan bir odam bor, leksiyachi. U odam deydi, u odam bir kitob yozibdi yana. Mening qalbimga kirmay, beynimda ne ishing bor degan gapgan. Meningki yuragimga kirmay turib, kallamga bir narsa kuyizman deganning uning foydasi deydi. Demak, biz bolaning yuragiga kirib, mehr, muhabbat, yumshoqlik bilan yuragiga kirgandan keyin, uningdan keyin shu yurakdagi muhabbat mingini chalishtirgan, mingini ishlatadigan, mingidagi motorining yig'i yurakdagi muhabbatgancha endi. Endi o sevir kılmak neydi pek teste? Sevir deyimiz mesela beşik balay afet gelse sevir kıldı insan, musibet gelse sevir kıldı, puldun ziyantası sevir kıldı. O mecburi sevir kıldı, o sevir kılmasın baş çarjı. Ama aile de sevir kılış,
Achchiqlashning o'rniga, vaqirashning o'rniga o'zingni tutib olib sabr qilishning noyibak testa. O'tganda men 10 yoshlik balam bilan İrfan bilan men balam bilan kichkina yeshimiz endi men kelganligin uni buni o'rganib endi kichkina o'zimni yetishtirayda mushu mablag'ni balaga selishgan kitobni kitap yazmanda o'ltirmay asli kitobni balaning yurtiga yezishga degan kelib ayni jiq suhbatlashmandi. Kelib bir aileningki mehr muhabbeti 3 tane sevilen bo'lgan dedim-da unuga. Balamga tushunadi nima desam. 3 tane sevilen bo'lgan. Birincisi sevgi, yani muhabbet. İkincisi saygı. Üçüncüsü sabır deb bersem. Ha, tushundim deb. Sen de bana şu deydi. Turuplu kaldım da. Sen de bana dedim, daha turuplu. Sen de baka bana yok desem. Tamam ben deysen adam. Sen de sevgi %100 var. Saygı 60% var. Bizim doğan saygı 60%. Ama sabır 0 sende dedi. Anadatta ben onun rahmet dedim. O hakiki yazıldı. Ma bala degen, balada nifak yok, riya yok, korkmaydı. Köngül degene deydi. Bu inek endi %100 işerdim ben. Şuna dedim, men hal qıtqan narsa severken dedim. Sever. Şuna bu üzünü tutulamak nayıptı, bek tesbir işendi. Şuna Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den bu sever kılgıçlığa hesapsız ecir vermen degilikte muşunda severim, muşunda sever kılış arkalıkta. Endi onun degen muşu sevgi muhabbetini devamlaştırış için ballar bilen endi biz hemmeden biliyorduk. Ballarımız bizim dünyadaki en kıymetli nersimiz, en kıymetli varlığımız, ballarımız için yaşayımız, ballar için cabatatımız neydi ama şu ballara kıvıldırışka vaktimiz olmaydı. Yani tirikçilik oldu, duruz hem de tirikçilik oldu, o buldu. Ama şu telefonu karab oltuğuşluk, televizyonu karab oltuğuşluk, aşınlıkla aşık ballar bilen kancık 1 saat olsun, yarım saat olsun, artık aşı ballar bilen bille vakit ötküzgenlik diyen mesela kötü yerim var Kur'an okunusan. Ya ki bir 2 saat kitap okansa, onundan baxtli iş yokken ben hemmeni körep bakıp, onu körep bakıp, bunu körep, onu yazıp bakıp, bunu yazıp bakıp, onundan lezzetli, onun paylık iş yokken diye geldiğinde, muşu mihri muhabbet, hemmemizde mihri muhabbet bağlandı. Yani bazı bir mihri muhabbet yok adamı bulutken konuda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında bir vaxtıda, Peygamber aleyhisselam nevresi İmam Hüseyin'in pişanı suya koysa, Arap'ın, sahabetin birisi oturup aşağıda. Ya Resulullah işte balını suyurken benim 10 balam var hazır su yapmak bana çıkarsın diyen. Diyen endisinden kalbimde Allah şunda kılatkan bak benim değilden de. Şunda insanlar hazır mı varken. Mesela bir adam naat aşıp hiç bana bir adamın muhabbeti yokken hiç şimdi yaxşı görənməyəm. Yaxşı görəysən yaxşı görəmən ya ballarını ya ayağını ya etrafını yaxşı görənməyəm de bu adam bir şeyhine keşke verip bir ustazına keşke verip de muşunda bir şikayetim var, kata kısam oldu diyen bir de oturup seninki balların var mı? Balların var, koy malların var mı? Kalan var, tügen var, ölçgen var, toğulun var. Hemen depirden, depegen diken sen mesela ölçgen, kasım bekelek yaş görürsen depegen ölçgen hem de çıkırak şunu aralışımdan diyen tamam sen bir ay aş ölçgenge keşlik tamakını sen yemeği durup kuskan aç durup aç keşlik tamakını 100 gün 100 ceryanında aç nimelerini başlarını uçlarını sılap ayında kılın bir ay ayında kılın. İkinci ayda 30 gecede kopap yana aç eçküge yani tamak koyup binaz verip aç 5. sılığını. 3. ayda sen ya eçkünün keşke verip yatkın ya eçkünün aç yatkın yatsan dedikken. 4. ayda yap yeşillik yerleri apırıp oynatıp geldin onu. Bir ay şunda oynatıp her günü. 5. ayda aşı eçkin kesip anın yerimine tekrar sadak kılgın yerimi üzerine yigin detkende. Diyen bu turup gitti. Mağul kılay deyken kılay aldı. Şeye bek hürmet varken mağul da ay diyen önce kıptı. Kılap aşı 4. 5. ayda kelgen çağda bunun fikri özgürlükte tamamen hemen kıldım. Öldürün diyenle kılmayayım ben. Kesmeyeyim bunu. Şeye verip hayal kılmayayım bunu deyip gitken. Ben hemen kıldım. Muşu 5. şartını demişler. Kesmeyeyim bunu diyen. Muşunu kesmişsen kılgan işin bu. Beri bakalım dedi. Çokum kesse bunu deyken. Kesmişsen bu olmadı. Çokum kesse. Şuna olan tamam hemen mağulumuz kesege açıp bıçakını tutup kolu titrep yığılap aşı eçkini keskil kupap yanı kesemedim de taşlap koştusun çakırıp ma eçkini kesip bergen bolsan diyende o işini okumagan mağulda kesip bitken göğsünü kesip apırıp kıldıkken onunki şeyhinin kaşkı etken hem de bunun neticesini sen karametini körürsen deyken şurada oturup
bir kız balası yugurub yetib düşse, kulunu küçükünde kanat etken kütürep apırıp bunu kucaklap, suyap, tiyirpeş kapırıp, tandırıp, ayna kırıp ketken ayalı heyran kalkken, o sen başka bir adam mı? Kanda olap kaldın. Yani, men aşu dep ayağının kulunu tutup keçirge, men bıçağım taş yürekli bilip üdeptime, endi men bildiğim dedi. Şunu şeyh onu düşündürtürken, sende bir muhabbet, sevgi buluş için sende dert buluş gerek. İnsanı fakat dert olmasa tünü robot okşaşılıp atıyor uçan. Şu çukur sende dert buluş gerek dep ayda deyilgenden. Şunu olan ben bu şey küçük vaktimda benim ustazım, benim qari kılgan ustazım, benim birinci kahramanımdır. Şunda cık nasını onu ölgü ağam ben. Ustazım. İki tane kızı var diye birisi 7 yaşlık, birisi 9 yaşlık. Aldın, ko'chada turibdi u. Ayoli uni ajrashib ketgan, bundan qarasak ko'ngil o'tdi ularning o'zini. Bizniki öyle igiz tarafida, boshqa ko'chada. Aşağı turib, bir oy beqatim akilatdi-da, bir oy beqatim akilib, men xalpatdim, taliblar xalpatdim. Meni akagim deydi, qo'shni ustozimiz qo'shnidir. Akagim deydi, qizlarni akilatdim. Akilib endi o'tib, ha, nima ish qildinglar bolalar deb, ular bikoy yoki 5 mo'cham pulni berib qo'y, hammani ketganlar deb. Men ag'ir qo'yaptim. Ba'zida bunda bibo qan bunda chiq keladi, uni ayaqlabdi. Shuni bilan yana bir qatim yana akasi bag'il barsam, akaga barsam, yo'lda mana o adamda ko'gim yo'q mening deydi. Voy, men deganingiz, dadingiz deb men o'chal ustozim mening uchun birinchi qahramon bo'lganligin, nonkor bola ekan deb o'sha yaqingacha kallam shunda dedi. Shunda nonkor ustozimning bola deb aytdi. Dadam ustozimning qo'shni dadamni yaxshi ko'rmaydi-cha. Meni shunda qari qilib qo'ydi, o'zida o'qitib olsa yaxshi ko'rmaydi. Bu odam yurib qattiq odam bor deydi. Men yurib qattiq yana bayt tushunmaydim-da. Dadamdan nima qanday qilgan ustozim pek yaxshi odam deydi. Şunlar çünkü nişka dese ettigende sadi qo'pab, aşı namaz bandatın bo'lin 20 milkatni tahajjud o'qiydi. Namaz bandatni o'qib kelib, yukinib o'tirib, açık çayın demlab qo'yib, 2 par Qur'on o'qiydi. Uni hech qanday odam qildi. Men qilmadim, to'g'ri qilmadim. Shuncha o'rtadan bu 5 vaqt namozga 5 qatim jami imom bo'ladi. Mushunda bir qahramonning ishlatdi. Keyin 40 yoshlarning o'tganiga qarab, haqiqatan ustozim bu shuncha ibodatni qilgan bilan shunda yurki qattiqkan, yurki qattiq bo'lgan uchun bolalarni yaqin akilanmayapti dedim. Hech qanday bolasining dadasining muhabbati yo'q, ayni olamning katta ustozim. Bolalarning hech qaysi ezqatmagandi ustozimga. Shunda bir zamonni kechib. Ana bola tarbiyasida ikki dona xatolik bo'lgan bizda, ikki xatolik bor ekan. Biri nati bak o'zini dinlarda ko'rsatayotgan radikal oila bor ekan. Endi Muşu Safaköy'de biz anlayan tragediyalar, bazı musibetlerini diş ketmeydi, sizin anlayan buluşunuz. Qattiq qo'lliqdan so'rab masjidga chiqman deb, so'rab Qur'on yod oldim deb, aşı balani ixtiyor qo'ymay kuchun ayda qilayotganlikdan uni dinigim o'ch, Qur'ongim o'ch qilayotgan oilalar bek chiqqanda hamda. Onun degan yana biri va dunyo Turkiyaga qarab, bu demokratik dunyo ekan, erkin dunyo ekan deb, Türk qarindoshlarimiz bek demokratik bo'lib ketgan ekanmiz. Biz oshirotimiz ya Uyg'urlik yer bosib. Allohim bolalar faqat qarmang, bu kafirning yurti emas, musulmonning yurti bu. Musulmon yurti hech kim bo'lmaydi deb qo'yapti. Bu musulmonning yurti degan bilan namoz o'qitganim intayin ozgan 50 kun yetmaydigan namoz o'qitganidan. Bu nal basam fikr buzuqchiligi, har xil amr buzuqchilikcha shuna ma'noga ishinib ketmaslik kerak endi. Ikkinchi yana bir nima? Yana bir shu bizning bir g'alat mehr muhabbet kuyendim deb balını şartsız agiltib tutgan an mehr endi ma'vo nima shunda o'tgan bu? Ma'vo o'simliklar. O'simlikka biz suvni bütünlüğünde su gerek deb suni qilib olsak, bu suvliq o xarab bo'lib ketgan. Agar suni bermasak qurib ketgan. Shuni ikkisini o'tirda hal yo'l tutish endi Naytbek muhim bir gapgan endi. Ammo Turkiyaning Rijalo'g'li deb bir qismi bola tarbiyasida mutaxassis bo'lgan bir odam bor ekan. U odam bunday deydi endi. Bolalarga muomala qilishda ba'zi bir avam aqliyati bilan masalan bir bola binatli qachini sundiryapti, shunda bir qachini sundiryapti. Masalan endi qilgandan keyin xuddi voy sen bu qachini bilamsan, qancha pul ekanligini sen bir pul topdingmi?